yo'ldagi turgan samsalarni kim yedi? Assalomu alaykum. Onalar so'zining ashaddiy muxlislari. Xotin akani ukadan ayirishi hozir moda bo'ldi. Yerdagi qahramonlarimiz shular toifasidan. Ana turgan samsani siz yedingizmi? Akangizga olib qo'ygandim uni. Anaqa men bilmasdan So'rash kerak edi. So'rash kerak edi. Dadasi, endi nima qilamiz? lavash sakasi qanaqa? Nimaga kiyapsiz bu akangizni patinkasi kun nega kiyapsiz? Biz aka-ukalar bir-birimizni oyoq kiyimimiz kiyib katta bo'lganmiz. Kenayi, bu aka-ukalar bitta qo'rndan talashib tushganmiz. Siz bu yerda biz bilan talashib yotibsiz. Dadasi, suyak borib pichoqqa qadaldi. Ayting, siz kichkina o'g'ilsiz-ku, akangiz chiqib ketsinlar boshqa uyga. O'zimiz ijarada turibmiz-ku. Mayli bo'lmasa, uy olsak chiqib ketsin. Bugundan boshlab qonun qoidalar o'zgaradi. Sizda akangiz kiyganini ukamlar kiyadi. Qani, nechinchi razmer ekan? Bering qani. Hovlidan supurib charchab ketdim, cho'rimasman men sizga. Idishlarni men yugandan keyin hovlini supurasiz-da? Sizga aytmadim, yuring ketdik. Ey, menga shu ming'ir gaplaringizdan oilamizda tinchlik yo'q. Xotinim bilan kelisholmay yuribman. Uylanmagan-ku sen. O'shaning uchun ham uylanolmay yuribman. Xotin zoti ana shunaqa. Akani ukadan, ukani otadan, amakini tog'adan xullas ayirib tashlaydi. Agar povtga bergan bo'lsangiz. Onalar so'zi soqqaning ko'zi.